Ba'zi odamlar islomga payg'ambar alayhissalatu vassalom da'vat qilmasdan turib, yuziga jilmayib kulganligi bilan islomga kirib ketgan ekan. Da'vat qilmagan ekan. Bir gunoh qilyapti bir odam. Bir birodaringizni ko'rdingiz hayit namozida. Keyin bir kun ko'rdingiz birodaringiz bir joyda o'tirib aroq ichayotgan ekan. Qanaqa qilib da'vat qilardingiz? Bizlarda 2-3 xil da'vatning yo'li bor. Birinchisi, ana iplas o'tirgan ekan deb o'tib ketamiz. Birinchi da'vatning yo'li shu. Bu na o'zingizga, na unga foyda bermadi, o'zingizga ziyon bo'ldi. Da'vatning ikkinchisi jur'atli, iymoni kuchli sen. Shunday borada, yaramas deydi. Aroq harom deydi, bilmaysanmi sen deydi. Aroqni oladi atib yuboradi. Bu ham noto'g'ri. Da'vatning uslubi kelib haligi odamga Mashaalloh. Sizni hayit namozida ko'rgan edim-a? Mashaalloh, hayit namozida ko'rgan edim-a? Yonimda turib namoz o'qigan edingiz, va ajabo, shunda sizga havas qilgan edim. Bugun aroq ichayotganingizni ko'rib, sal ko'nglim og'ridi-da. Bo'ldi, yetadi shu gap. Chiqib keting. O'z ta'sir topadi gap. Payg'ambar alayhisalom tabassum qilib qo'ygan ekan. Faqat yuzi, chehrasini ko'rsatgan ekan, gapirmasdan islomga kirgan ekan. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ga qaytamiz. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu islomga juda ham ko'p salma bergan. Salma degani islomga qaqinish qilgan. Islomga ko'p zarba bergan. Xolid ibn Valid Uhud jangida eng katta jangda nima bergan odamlarning biri Xolid ibn Valid bo'lgan. Musulmonlar mag'lubiyatga uchrab, tarix bo'yicha zikr qilinadigan, payg'ambar alayhisolamning tishlari sindirilib, yuzlariga changaklar kirgan jang Uhud bo'ladigan bo'lsa, shu jangda Xolid ibn Validning qo'li katta bo'lgan. Musulmonlarga qarshi payg'ambar alayhisalom hatto Xolid ibn Validni nima bo'lgan? Saykana sayfan maslunan alal islam degan. Islom uchun kesib tashlaydigan, islomning ildizini kesgan qilich bo'ldi deydi. Bugungi kunda bir odam islomning ildizini kesyapgan bo'lsa, biz nima deymiz? Uni shunday ko'rsak, u odamni aytamiz, agar unga salom bersang, munofiqsan deymiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdiki, ahdara damahu deydi. Xolid ibn Validning qoni halol deydi payg'ambar alayhisolom. Kim agar Xolidni o'ldirsa, qoni halol bo'ldi, o'ldiringlar deydi. Ruxsat berildi musulmonlarga. Xolid ibn Valid o'ylandi. Allah iymonni qalbiga solyapti. O'ylandida borib ko'raychi dedi, payg'ambarni ko'raychi o'zim dedi. Gaplashaychi o'zim dedi. Bu shuncha jang qilyapman, boshqa qilyapman, o'zim borib gaplashaychi deb payg'ambar alayhisolamning oldiga keldi. Kelyapganda sahobiylarning hammasi yomon ko'rdi Xolid ibn Validni. Lekin Xolid ibn Valid payg'ambar alayhisolamning oldiga kirdim deydi. O'zi aytayapti, Ibn Hajar, Hafiz ibn Hajar Isoba kitobida Xolidning tarjimasida mana shu gapni gapirgan. Xolid ibn Valid aytayapti, payg'ambar alayhisalomning oldiga kirdim deydi. Endi sahobalar yeb qo'yadiganday turibdi-da. Xolid ibn Valid payg'ambar alayhisalomning oldiga kirgan edim. Payg'ambar alayhisalom menga ochiq chehralar bilan tabassum qildi deydi. Ochiq chehra bilan tabassum qildi. Kul. Ahlan va sahlan. Xush kelibsan. Xush kelibsan dedi. Birinchi iymon Alloh qalbimga payg'ambarni tabassumi bilan soldi dedi. Birinchi iymon qalbimga Alloh payg'ambarni tabassumi bilan soldi, islom qabul qildim dedi. Qarang, gapirgani yo'q. Dushmanni, din dushmaniga tabassum qilgan edi. Kulib qo'ygan edi. Musulmonga aylandi.